Device kuchsizlarni davri keldi. Videoni oxirigacha ko'ring, oxirida ham foydali ma'lumotlar bor. Tez orada qurilmangiz 20 FPS, 40 FPS yoki 60 FPS bo'lsa ham maza qilib o'ynashingiz mumkin. PUBG Mobile kompaniyasi tomonidan device kuchsizlarni o'ylagan holatda yangi PUBG Mobile Lite qo'shilmoqda. Endilikda kuchsiz device'da bo'lsangiz ham PUBG Mobile'ni maza qilib o'ynashingiz mumkin. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, PUBG Mobile Lite sentyabr oyining oxirigacha chiqishi mumkin. Kuchli device olishga shoshilmang, shunchaki sentyabr oyini kuting va siz ham o'rtoqlaringiz bilan PUBG Mobile o'ynash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu bilan birgalikda sizda PUBG Mobile account bo'lsa, u account yordamida PUBG Mobile Lite'ga ham kirishingiz mumkin. PUBG o'ynasangiz, sizga albatta ishonchli va tezkor UC xizmat kerak bo'ladi. Men sizga Uspin botni maslahat beraman. Eng ishonchli va arzon bot bu Uspin hisoblanadi. UC'larni Rio promokodi orqali arzonroq olishingiz mumkin. Bot manzili aktualniyda. Ushbu videoni esa device kuchsizlarga va yangi device olishga shoshilayotganlarga jo'natib qo'ying.